Assalomu alaykum Nuriddin. Men sizni yana bir og'zingizni qo'lay va qarindoshlarimizning oldida sizdan yana bir tarixiy jarayondagi yana bir hadisni aytishingizni so'rab yana bir narsani so'ramoqchiman. Birinchisi G'aznaviylar kimlar? G'aznaviylar qaysi turk qabilasidan keladi? G'aznaviylar bilan Xorazmshohlar o'tish Şu ikkisidagi G'aznaviy bilan Hindiston bilan qandaq tarixiy nimasi bor? Agarda bo'lsa. Andikin Xorazmshohlarning chiqishi, andikin o nimani yoki Xorazmshohlardan keyin G'aznaviyning chiqishi qaysi oldi keyin siz bir tushuntirib. Ondikin Xorazmshohlarning kuni dutta muzikasini vat qo'ydim, o Jaloliddin Alaydinning o'g'li Jaloliddin tunji Chingizxonning qo'shinlarini mag'lub qilgan turk tunjisi Jaloliddin mening bilishimda oxirgi Chingizxonni ya'ni Chingizxon Mo'ng'ullarni to'xtatganlar oxirgisi davlati Turkiya ya'ni mamluhlar. Shu Jaloliddinning hayoti to'g'riliq nimalarni bilamiz? Jaloliddin Afg'onistonga ketib shu payt yo'qolib ketdimi yo bir urushda o'ldimi? Shu G'aznavilarni, anki Xorazmshohlarni, andan keyin nimani yoki Xorazm demdik biz Uyg'urcha nima deydi. Andan keyin Jaloliddinning hayoti to'g'riliq biroz to'xtalib bergan bo'lsangiz, rahmat. Assalomu alaykum qarindoshlar. Dilyar mas'ul javobsiz qolmasin, yuzaki bo'lsa-mu bir deb o'tib ketaymi, yetning oldirashlik bilan bu unutilib ketib qolmasin, yana keyin tafsiliy har bir tema to'g'riliq ayrim bek tafsiliy to'xtalsak bo'ldi. Bek uzun bir tarixiy davr, eng murakkab bir tarixiy davr bu. İsimlarni es tutib olmaydigan ismlar var bu yerda. Bir murakkab jarayonati nima deymiz? Qaynam taşqanlıq bir tarixiy jarayon bu. Türkistanninki mundaqçılık etganda ikinci qatimliq kültürel bütünleşişini şekillendirgen bir devir bu. Xorazmshohlar, Samaniler devri. Yüzeki bo'lsa shundaqlam dey. Jaloliddinning gapiga kelishdim burun. Şu xonadonliklarni tizib kelgan vaqtimizda Qarxoniylardan boshlashga to'g'ri keldi buni. Qarxoniylar devr, Qarxoniylar bilan birga bu Samaniylar ikkisi Turkistonda bir-biriga qarama-qarshi turug'liq. Qarxoniylarningki yiltizining kimligi bek ko'p talash-tartish qilinmaydi. Faqat qurg'uvchi xonadon oilasininki qaysi qabilaga tava ekanligi to'g'riliq talash-tartishlar bor. Bu yerda asosli bekrek putirib tura oladigan talash-tartish birisi qarluqlar tarafidan qurilgan deb qaraladigan talash-tartish bor. Yana birisi yag'milar tarafidan qurildi deydigan talash-tartish bor. Yana Xitoycha ba'zi qaynoqlarda manbalarda kechiringlar. Köktürklerini kurgan aile kurgan deydigan manbalar va ba'zi bir qism Yevropalik tarixchilar shu Orxun Uyg'ur xonligini kurgan aile bu aş aileninki bir kısım a'zolari kurgan deydigan qarashlar. Ama bu ikkisi zayıfrek qaraldı tarixiy manba nuqtasidan. Samaniler meselesiga kelsak, Samanilerning kimlar tarafidan qurilganligi bu tarixiy manbalarda ikki xil ko'z qarash var. Bu İranninki rivoyatlariga qarab bu Samanilerninki irq jihatdan qurg'uvchi ailesining irqiy jihatdan bu İraniy aileге tava deb qaralsa, qo'llanilgan Samani davlatida qo'llanilgan ba'zi unvonlar va ismlarga qarab, bulupmu bu Turpanda tepilgan İdiqut Uyg'ur xonligidan qolgan ba'zi hujjatlarda chiqadigan ba'zi davlat unvonlarining nomi bilan Samanilar ishlatgan davlat unvonlarining o'xshash unvonlar ishlatgan ahvol mavjud. Şu an bu devlet ünvanları, devlet işletilgen namlar cihetten şu Orxun nimo, İdiqut xonligi davridan qolgan hujjatlar bek muhim. İslamga kirgan tarafdagi davlatlarda işletilgen ba'zi devlet ünvanları, bulup İranning kültürü güçlü bo'lgandan keyin Parischa devlet ünvanları ko'p işletilgen bo'lsa, ayan tarafda Türkçe şu devrning o'zidagi unvonlar ko'p saqlanib qolgan. Şuna bu Samanilarninki meselesi de bu Türkiye'nin tarihçileri bekerek bu Samani'nin ailesi Türk ailesi de bekerek şu taraf kutatıdı. Dünyanınki ve Garip'ninki literatürde bunlar İrani aile de qaraydı. Şuna bu Qarxonilar bilan Samanilar birbiriga paralel bir şekilde mücadele içinde bu ikisi küreş içinde. Ahırda Samanilarni Qarxonilar yengdi.
Mağara nehirga kirib, g'arb tarafga kengaygan vaqtda shu Samanilarning oxirgi zarbini urdi Qaraxoniylar. Bu yerda Samanilar yo'qaydi. Samanilardan tug'ilgan davlat G'aznaviylar andin. Ammo G'aznaviy sultonligining qurg'uvchi Alptekinning qaysi qabilaga tava ekanligi to'g'riliq ma'lumotlar yo'q. Alptekin bu qul qilib setilgan bir g'ulam, yani ayni vaqtida g'ulam deydigan bir narsa bu Selçuklu davrida eng ko'p ishlatilgan narsa. Osmanlı'nınki Yeniçeri'ye o'xshaydigan bir sistema. Bo'lib, mana shu turk askarlari, turk qabilalariga oid askarlar, bu İrani, Arab, İran davlatlari va Arab davlatlarining ichida bo'lib, Abbasiylarga ko'proq shu askar bo'lib urush qatnashganligi uchun g'ulam shaklda setiladi bular. Qul qilib. Bular nisbatan o'zininki erkinligi bor. Ammo bular g'ulam degan nom bilan atiladi. Bizning g'ulam degan ism shu yerdan keladi. Bu Türk askarlarininki Abbasiylarga setilishi, endi bularning armiyasi asosan degidek Türk armiyasi, ya'ni Türk qabilalaridan kirgashgan. Endi Samanilar bo'lsa Abbasiylarning viloyat valiligidan mundaq chiqqan bir xonadonlik. Endi G'aznaviylar bo'lsa Samanilardan chiqqan bir xonadonlik. Endi G'aznaviylar bilan Selçuk davlati o'rtasidagi kurash jarayonida Selçuk imperiyasi kuchlikka kelgachga Selçuk davlati bu G'aznaviylarni Selçuk davlati o'tirdan qoldirdi. Endi bu Xorazm shohlar masalasida Xorazm shoh degan unvon bu bir narsani mushay deb qo'yishim kerak. Davlatlarning an'anasi bo'yicha bu İrani an'anaga kelgan davlatlarningki beshig'i chiqqanlarni odatda shoh deb ataydi. Şuna Osmanlı devleti bu İrani menbedeki bu minvallarni işletmesi için bular padişah deganni işiltidi. Türkistan'daki xalqlar olsa xon degan unvonni işiltidi. Şuna mesela Hindistan'daki Babur mu şah deb atıldı. İran'daki Türk devletleri mesela Safaviler mi özünü şah deb ataydı. Ama Türkistan'a gelsek, bizim şimal tarafı, şerq tarafı gelsek, bular xon deb ataydı. Mesela Sultan Seyyid Xan o o'xshash. Xorazm shoh meselesi de bu Xorazm vilayeti Samanilarninki devirden tatib bu şu vilayetga Xorazm vilayetiga hakim qilib evetken adamga berilgan unvon Xorazm shohlar deb atalgan. Şuna bu yaniki keyin davlat qurilgan vaqtida eng oxir Selçuklu davlatining davomi bo'lib bu Selçukluning hokimiyatidan Qaraqtaylar bilan bo'lgan urushda bir Sultan Sencerning yengilib qolishi bilan keyindan Oğuzlar bilan urushib tutilib qoldi Sultan Sencer. Ana bu jarayonda eng oxirgi qitim o'tirg'i chiquvchi bu yerda Selçukludan keyin Xorazm shohlar davlati bo'ldi. Xorazm shohlariningki oxirgi davri shu Mo'g'ullar bilan oxirlashdi. Bu yerda qisqacha shu nimani desam, Jaloliddinni desam, bu Jaloliddinninki nima bo'lishi, davlatninki valiahdi bo'lishi ayni vaqtida bu aşu nemininki dadısınınki ömrünün ahırga doğru kıldı bu 1220-yildagi Moğollarninki Xorazmni elişi bilen bille. O dastlabda Alaeddin Sultan Alaeddin bu urushga bek itibar bermay turib oldi, o'zini bek küçük çağlab. Bu Moğollar bilen bu urushda bek cho'ng askeri xatolik o'tkazgulik Alaeddin. Qo'shinlarni bölüp shahar qalasiga akirib etib, hem onun shu davlatninki askeri intizomi bek yaxshi emas Moğollarga qaraganda. Bir sep bulup uğraşmaydı o. Şunun bilen bu Moğollar birden aldı bu şehirni. Adam özü kaçıp bu Alaeddin kaçıp hazırki Kaspiy Hazar denizinin içindeki bir aralığı müküvelip şu yerde anladın bu Sultan Celaleddin'i özününki veliyet kılıp tikleydi bu nimide. Celaleddin'i veliyet kılıp tikligen vakti mı şu Moğollarga yengilip kalıp hali köp çıkım tatqa vakitleri yani. Bu nemininki Celaleddin to'g'riliq bek ko'p Arabcha, Farscha narsalar bek ko'p. Bunun asli Türk ismi Mengüböri yoki Mengübörti bo'lishi mumkin deb qaraydilar. O'qilish xato bo'lgan bu Arabcha kitoblarda ba'zi Türkcha so'zlarning o'qilishini xato yozib olgan ahvollar bor. Mesela Kurt degan ismni xato o'qilib Qavut deb o'qiyotgan ahvollar bor. Mesela bu Celaleddin Mengüböri bo'lsa, nimani teg'ilib Mengübörti qilib yozib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu siz degan ilki urush to'g'ri shu Mo'g'ullarni yengen tunji Türk qo'mondoni Celaleddin. Bu Celaleddin 1221-yildagi Parvan urushi agar xato ismini qolgan bo'lsa bu Parvan urushi dunyo tarixiga kirgan bir urush.
bu askeri maktablarda o'qitilgan urush bu. Bu qanday urush deyilganda bu Moğollar yenilmegandek keyin bu Xorazmshohlar burunqi an'anaviy turk davlat usulidagi urush texnikasini ishlatib baqayli deb tog'ni oqisiga ilib Parvon degan yerda chekinish yo'li qo'ymaydi askarlarga yoki Mo'ng'ullar bundoqchalik aytganda oqidan kelib hujum qilmasin deb bir cho'ng tog'ni keyniga ilib turib urush qildi. Bu burunqi davrda bu urushda Turan taktiki yoki Türk taktiki deydigan bir taktik var, urush taktiki. Bunu Moğollar bek yaxshi ishlatdi. Qolgan Xorazmga kelgandan keyin bu İranning urush taktiklari bilan Türklarning urush taktikasi bir-biriga kirishib ketib, ba'zan burunqi urush taktikalari o'zgarib ketgan ahvollar bo'lg'achqa, Mo'ng'ullarning urush taktikasi shu qadimgi Turan urush taktikiga o'xshash. Az qo'shin bilan berib urushib, azroq urushib qochadi Mo'ng'ullar. Qochgandan keyin dushman qochdi deb keynidan cho'ng qo'shin, keynidan qo'g'laydi. Qo'g'lab bir 10-15 kilometr yerga borgan vaqtida endi Mo'ng'ullar ikki tarafga mukib turgan bo'ldi, tog'ning ikki tarafiga. Ondan qisqashqa iliblam, hilolay shaklda qisqashqa iliblam bekchi qo'shinni biroqlam yo'qlaydigan gapchi bu. Bu urush taktikasi nimaning ashu Osmanlı davridan tortib qo'llanilgan eng oxirida shu Yaqub Bekninki nimaga qarshi urushida ishlatilgan taktik bu. Turan taktiki. Qisqashqa ilib turib, buni saxta chekinish deymiz, saxta rejalmi deymiz buni. Sultan Jaloliddin buni o'qib qolgandan keyin bu aqıdan qo'g'ilmaydi o urushda, Parvon degan urushda aqıdan qo'g'ilmay bu tağının keynida yüzünü tağının keyniga tağını ilib turib urushgandan keyin bu Mo'ng'ullar yengilib qoldi bu yerda. Yengilib qolib tunji qatimliq eng cho'ng yengilishi Mo'ng'ullarniki bu Turkistonda. Eng ko'p yengilishi bu yengilgandan keyin bu çatak eri bu komandalar, Jaloliddinning komandalari nimalarni bo'lishish jarayonida, Mo'ng'ullardan olgan g'animatlarni bo'lishish jarayonida bular o'zaro bir-biriga tushib ketdi. Buni tushib ketgandan keyin buni olgan Chingizxon yangi qaytadan bir askar avatdi. Askar avatib, andan keyin yengib oldi bularni. Yengib olib, shu Sind degan daryoning bo'yicha qo'g'lab keldi bularni. Jaloliddinning jiq askari qanmaydi bu yerda. Andan keyin Sind daryosini kechib o'tib, bu keçishdan burun o'zining ayollarini, xonimlarini bütün haremdeki bütün hatun kişilerin hemmini deryada boğdurup öldürüyordu. Bu burunqi Türk enendisi mi şu? Ailesi normalde Moğollarda mı şu? Düşmanın kulu çıkıp ketmesin de bütün şu hanım kızların hemmini deryada boğdurup öldürüyordu. Bu şu en ahırkı devre geçe hatta Moğollar Yunnanni Xitaylarga tatqızıp koyması için 380 yılda mı taktikini işletildi. Yunnandaki Xitay armiyasiga qarshi yengilib qolganda Moğol komandanı bütün ayollarını hemmisini kölde boğdurup öldürüp etip kendinden özü ölüp aladı bu urushda. Şunun o'xshash bu Jaloliddin bu daryodan o'tib ketdi o. Daryodan o'tib ketgandan keyin ish endi boshlandi. Jaloliddinning hayoti endi boshlandi. Jaloliddin Hindistonda var, Hindistonga vardı. Hindistondagi Dehli sultonligi bilan bir yaba menga meşel qalaydi. U yabirenmeymen deb qo'rqib bermaydi o. Hani Hindistan'da bu yerda turib baksa bu yerda turanmaydı. Jiq ala birleşip verip Hindistan'daki bir qancha hokimiyet. Bu andaki aslasda İran'a kelib, İran'ni bütün İran'ni aladı qaytadan. Andan Anatoliyaga kirdi o Türkiye'ge. Andan Azerbaycan'ni aladı. Azerbaycan'ni elib andan şu nimaga keldi bu Türkiye'ninki şu Sivas etrafiga kelib, hali güçlünüp en oxirgi vaqtda bu nima tahdid qilib bularni o Türkiye'deki Anadolu Selçuklu devleti deymiz, Selçuklu'nunki davamı bular. Bir qancha bölünüp bu en ahir Anadolu Selçuk devleti muşlaq qiliqliq. Bular bilan bu nimedeki Mısır'daki nima Eyyubiyle, Mısır'daki emas, Eyyubiyle birleşip Jaloliddin bilan urush qildi. Bu aşındaq urush qilish jarayonida 1230-yilgacha, 1235-yilga deyman xatolaşmasam. Abbasiler bilan bir urush var bu yerda. Abbasilerga qarshi Bag'dodning atrofigacha urushidi. Bu pek cho'ng qahramon hisoblanadigan bir odam. Ayni vaqtida shu tarixninki nimasida bo'lib İranning tarixlarida Bekmediylarda bu nimani Türklarning ichidagi ayni vaqtdagi Afrasiyabninki yangi kartinasi bu odamda. 1231-yili bir urushda Mo'ng'ullarniki qaytadan bu Ögedey taxtga chiqqandan keyin Chingizxonning o'limidan Ögedey taxtga qaytadan g'arbga yurish qildi emasmi Mo'ng'ullar? G'arbga yurish qilib yana bu Jaloliddinning keyini kirib oldi bu Mo'ng'ullar. Kirib olib Jaloliddinni takip qilib aqdan izlab bir urushda yengilib qoldi o Jaloliddin. Bu bir urushda yengilib qolib shu bir nima tog'ning ismi Amit Tog'u deymi bu Diyarbakırning atrofida bir Turkiyadagi hozirgi
Diyarbakır'ın etrafında Amit degan tağda yığılıp qılıp keçip şu tağның bir yerге kelgende şu tağның üstündeki qaraqçılar uçurap kaldı bu özü yalğız. Qaraqçılar bunun kiyimlerini, niminlerini elip alımız dep öldürüydü o şeyde. 1231-yıl deymi bu. Bir kahraman şu qaraqçılarning qulida ölüdü. Lekin bu Moğollar bu xalq işenmeydi de bu Celalettin ölüp ketdi degenge işenmeyi xalq. Bütün Moğollar karşı ümitmuş adam da hem de aynı vaxtdaki şu komandanda. Şuna Celalettin ölmedi dep xalq aşda rivayetini taqtışmış. Moğollar netçe 10 yıl izledi bu Celalettin ne dedi. Ahire ölgenligini okumaydı. Çin'den Ermenilerninki tarih kitaplarında, Ermenice yazılgan tarih kitaplarında, Parisçe yazılgan tarih kitaplarında ki Moğollar bunu körüp qaytı kelgendikin, Ulagunun devri kelgende andan ölüp ketkenini bu Ermeniler bilen Parislarninki Parisçe tarihler keyin yazılgan bolsa, Ermenilerninki şu vaqtdaki nemisinden körüp andan ölüp ketkenini nim kıldı. Sonra tarihta bek kahraman tarihteki kahraman adamlarning birisi dep bek terip bunu tarih kitaplarda. Bugün bu şunçilikde bunu desem bek uzurap gitdi. Her birisini bulanın asli çok ayrım. Qarxanilarni ayrım. Samanilarni ayrım. Anki G'aznevilarni ayrım. Selçuklularni ayrım. Çünkü birbirinin içinden tug'ilgan devletler. Bu birisinden birisi tug'ilib, birisinden birisi tug'ilgan mandan chiqqan devletler. İşinin beşi Abbasilerden başlandı. Yani bunda bir kadar Talas urushidan başlandı iş. Talas urushuda Türkistan'daki boşuluşı bilen Abbasiler çekinin emas, işçilik isyanlar tüpeyli. Andan Samaniler çıkdı. Samaniler yıkılgandan keyin G'azneviler çıkdı. G'aznevilerine Dandanakan degan urushda Selçuklular çıkdı. Selçuk imperiyasi. O Selçuk'unki G'aznevilerni yo'qotishi bilan Xorazmshahlar çıkdı. Ama Xorazmshahlarni Moğollar yo'qotdi. Moğollar bu bütün şu Asiyanın köp kısmını egallagan bo'lsa-mu, bu Celalettin eng ahirgi Moğollarga qarshi nim qilgan odam. Bu şu kahraman bir kishi deb qaraldi tarix kitaplarida.